Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlar, akalar, ukalar. Bugun mana 2026-yil aprel hafta kuni yakshanba. Biz ayni damda Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on chorva mol bozoridamiz. Mana shu yerdagi barcha hayvonlar narxlarini, savdolarini tanishtirib o'tamiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Shuningdek, like tugmasini bosishni unutmanglar. Qani bo'lmasa biz boshladik. To'rboshi 130 milliondan aytyapti. 108 million narx qilyapti. Mana. Semental bas bu. Gibrid. 27 million so'mdan mana bular. Qo'yig'i, suyug'i. 27 million. Ana ikki oy ham, bu ikki oy ham. Ko'rov. Lekin zo'r holat. Mana shunday zo'rlar ekan. Oldu mu? 27,5 milyon. Ana şehirler. Hali 111 milyon degan 4 ta sementalimizni 118 millionga olib turib 123 millionga sotib oldi. Mana olib ketishyapti. Savdo bo'lib turganini ololmay qoldik. Demeta tashkilimi? Nazirjonda skroling deymi? Rossiyskiy buzoqlar ekan, buqachalar. Neç pulga vardı Aslan bilan? 45. Neç pul? Savdosi neç pul bo'ldi? 40 gacha berganingiz yo'q, ha? Jupigami? Jupiga. Haqiqiy toza rossiyskiy novatchalar ekan. Bo'ylari shu 1.10 atrofida. 1.5, 1.10 atrofida ekan. Otuz beşe düşmedi mi? Ha. 35'e düşse tarting. 35'e düşse. Kaçtan düşü verasın sen? Kaçtan tepede gepleşiriz. Ha? Telefon rakamınız neçe? 90 629 84 82. Lekin ana shu zo'r ekan, bor-ku, haqiqiy ko'chat mana orqalari. Tepalari ham shu zo'r ekan. Rossiyskilar черный пёстра. Neç pulga bordik yo'q?